Oho, katta ekanmi? Assalom, yaxshimisizlar? Odam ham ko'p ekan. Odam ko'p. Bu mana birinchi etaj tushunishim bo'yicha. Bu birinchi etaj. Bu holatda umumiy aholiga o'sha oddельный kabinalar qilingan, har xil taomnomalar berilgan, kelinadi. Kimni ko'ngli nima tutsa, albatta Yevropa taomlari ham bor, milliy taomlar ham bor, dengiz mahsulotlari ham bor. Har xil sferaga obsluj qilamiz. Birinchi restoran, shu restoran biznesiga kirib kelganingiz birinchi marta. Birinchi darajada restoran. Eng qizig'i, o'zingiz kirganmisiz yo partnyor topganmisiz, shu opiti bor biznes? Yo'q, bu sferalarda, bu qurilish sferamizda ham, restoran biznesida ham ukalarimiz bilan birga biznes partnyorlarimiz tushunadigan odamlar boshlaganmiz. Yo'q. O'zingiz qilsangiz qiyinroq masala. Qiyinroq masala. Umjon aka, rasmlarni ham qo'yib qo'yibsizlar mana Abu Dabidagi oq masjid. Atmosferani qilaylik deb. Lekin aka, bu Abu Dabi emas, bu Dubay. Keyingi proyektimizda Dubay inshaalloh. Inshaalloh albatta. Burj Xalifalar. Bu ko'chasi nima? Bu ko'cha tomon, hovli tomon, bu choyxona tomoni. Bu alohida besetkalar qilingan. Bemalol kollektiv kelib, do'stlar bilan, oila bilan kelib o'tirsa bo'ladigan sharoitlar qilingan, hamma sharoitlar. So'ramasam bo'lmaydi. Qayerdan pul oldingiz buni sotib olishga? Bizneslarimizdan, yerini qurishga. Bizneslarimizdan ajratib, общепит aholiga maishiy xizmat ko'rsatish yo'nalishiga ham o'taylik. Xalqqa ham manzur keladigan va o'zimiz oilaviy kelib o'tiradigan ham sharoit qilaylik deb shunga qarab yurdik-da keyin.